Mashhurlikkacha bo'lgan yo'l menda ancha murakkab kechgan. Otamdan erta ayrilganim uchun meni yelkamga birdaniga og'ir mas'uliyat tushdi. 300 ming pul berib tur. Berib tura olasanmi? 2 haftada qaytaraman. Pulim yo'q-da. Konservatoriyada o'qiysizmi? Ha, qayerdan bildingiz? Gitaradanmi? Dada. Nega bizni erta tashlab ketdingiz? Sen juda taniqli xonanda bo'lib ketasan. Xudo xohlasa, oyi. Ismim Orzu. Orzu? Chiroyli ism. Meniki Farhod. Tanishganimdan xursandman. Go'zal. Tanishing. Yaxshimisiz? Tanishganimdan xursandman. Men ham xursandman. Men bilgan Farhoddan asar ham qolmabdi sendan. Uni atrofdagilar uni ko'zini ko'r qilib qo'yishgan. Sizda o'sha orzuga erishish imkoniyati bo'la turib, qayerdagi qizlarga vaqtingizni sarflab yuribsiz? Bu bilan nima demoqsan? O'zingizni jinnilikka solmasangizchi. Gaplarimni yaxshi tushundingiz-ku?